Bahor kelishi bilan nega ko'pchilikda yo'tal va allergiya kuchayadi? Qiziq savol. Buni javobi oddiy. Bahor faslida havoda chang va gul changi ko'payadi. Bu esa nafas yo'llarini bezovta qiladi. Yo'tal va allergiyani kuchaytiradi. Natijada nafas olish qiyinlashadi va noqulaylik paydo bo'ladi. Shu sabab nafas yo'llarini o'z vaqtida himoya qilish juda muhim. Bunday vaziyatda ingalyatsiya qilish tavsiya etiladi. Ingalyatsiya nafas yo'llarini namlantiradi va yo'talni yengillashtirishda yordam beradi. Shifokor tavsiyasiga ko'ra balg'am ko'chiruvchi dorilar yoki burun yo'llarini tozalovchi eritmalar ham qo'llash mumkin. SSF kompaniyasining nebulizerlari ushbu jarayonni uy sharoitida oson va samarali qiladi. Ushbu nebulizerlar shovqinsiz ishlaydi, bolalarni qo'rqitmaydi va foydalanish uchun oson. Havo oqimini yoshga qarab sozlash funksiyasi esa butun oila uchun foydalanish imkonini beradi. Eng muhimi, qurilma dorini mayda zarrachalarga aylantirib, nafas yo'llariga to'g'ridan-to'g'ri yetkazadi. SSF nebulizerlarni shahringizning dorixonalaridan yoki Uzum va Yandex Marketdan xarid qilishingiz mumkin.